show bo'ladimi? Hozir ham aniq emasmanu. Og'rib qolgan paytimda nima qiluvdingizda? Aka savol beruvdingizda. Javob berolmadim. O'zi kimsiz, kelib chiqishingiz kim, kimingiz bor degansiz eslaysizmi? Mhm. Gapiraverdi, siz gapiraman. Yo'q, gapiring. Nima deydi? Berkitadigan hech narsa yo'q. Men atayin ruxsatingiz bilan anavi zapisni ham yoqdimki, baribir Mayli aka, eshitmaganlar. bitta anaqa gap yo'q. Mm. 88-yili otam olamdan o'tib qolganda, ikkinchi Mhm. sinfligimda shu kasal bo'lib qolib, olamdan o'tib qolgan. Keyin maktabda unaqa qilganman. U o'qib, nima qilganimda o'qituvchim juda ham qattiq qo'l bo'lgan. U shu paytda ham endi rosa qattiq gapirardi. Xullas, dadam o'lganiga 1 yil bo'lmasdan onam erga tegib ketgan shaharga. Men, akam, singlim bo'lgan. Akam 12 yosh, men 8 yosh. Singlim 4 yosh bo'lgan. O'sha yerga ketganmiz. Keyin bolalaringni yo'qot, do'riga. Keyin biz 1 haftalik internatda o'qib, endi unaqa ham emas edi, biz unaqa unchalik emas edi. Mana maktabda halim sig'dirmaganligi uchun bizni. Keyin oxirashi bu tomondan o'qituvchilar sig'dirmagan, bu yoqdan ota. Xullas, haftachiga berib yuborgan bizni internatga. 1 haftada 1 marta borib kelardik. Shanba kuni ham obeddan keyin kelish derdi. Ertamadan kelishaman derdi o'gay dadamiz. Keyin obeddan keyin kelardi. Yaxshida ham qo'limizga 2 ta paketda, salofan paketda ko'kat berib qo'yardi. Domda yashardik. Borish, agar ko'kat bitta qoladigan bo'lsa, uyga kirishmaysan, senlarga uji yo'q, koyka yo'q, yotgani derdi. Akam ikkalamiz ko'kat keldi deb akamlar yoqqa domga ketardi, biz bu yoqqa ketardik. Ashuna qilib Shami bozor pulli ko'kat sotardik qo'shnilariga. U paytda motorlar yo'q edi. Ashuna qilib yakshanba kuni ham shanba, yakshanba ashuna qilib ish qilib, birovlarnikida o'zimiz ko'kat sotib, ashuna qilib yakshanba kuni mana tezroq Shanba bozor o'tsa derdik. Iloji bo'lsa qolaylik derdik, qoldirmasdi direktor. Shanba bozor yo'q edi unaqa. Dushanba kuni ertalab yana ketardik. Ashuna qilib o'qib yurib 15 yoshga kirgunimcha hali odamda mana shunday haligi hiqildog'iga kelib qolarkan. Baribir yosh bo'lsangiz ham, boshqa bo'lsangiz ham rasanaqa paytimizda biz na ota, na ona hech kim ishi bo'lmagan biz bilan. Shunaqa qilib 15 yoshga kirdim. Akam endi amakilarim olib ketdi o'zi bilan. O'zi bilan olib ketdi, novvoychilikka berdi. O'qitamiz dedi, hunar qilamiz dedi. 15 yoshimda otam shunaqa qiliq qildiki, u narsani hech kim ko'tara olmaydigan qiliq qilganda, qilmoqchi bo'lgan. Keyin yosh paytda hech narsa ko'zimga ko'rinmaganda shu o'gay otani pichoqlab qo'yganman men aka. O'gay otani pichoqlab qo'yganman 15 yoshman. Qaramaganman hech anaqaga. Faqat shu xayolim tezroq anaqa qilsam, singlim olsam, chiqib ketsam. Meni xayolimda u halinaqa. Уже yomon ko'rib qolganman. Ungacha ham endi 14 yoshimda xarxashalik qilib yurardi, u qilardi, bu qilardi. Meni to'g'ri tushuninglar, men haqiqatimda bu. Meni nima uchun meni hali ichimda zloyis yotyapti shu paytgacha. Ichimda odamlarga nisbatan men azardaman, ichimda alamdaman, alamzodaman. 14 yoshimda boshlagan, tishlardi, boshqa qilardi. Oyamga aytsam, erkalatib tishlayapti derdi. Endi 14 yoshda ham o'sha ko'zim ochilib bo'lgandi har xil anaqalarni nima qilib. Uydagi muhitdan kelib chiqib ota ichardi ertalabdan kechgacha. Buvam urardi, onam urardi, boshqa qilardi. Xullas 1 yil davomida shu tegajoylik qilib, u yog'i bu tegib, bu yog'i ketsa, yo'q, dadang erkalatadi derdi, xullas tek qo'yardi hamma yo'q. Xullas 15 yoshimgacha datosida shunaqa yetdiki, hattoki tajovuz qildi, nomusimga tajovuz qilishgacha yetib bordi, lekin buzib qo'ygan yo'q, qo'pol qilib aytganda aka uzru buzib qo'ygan yo'q, ashiga yetib bordi. Lekin men
anaqa qildim, o'rnimdan turdim. Bo'pti, xo'p dedimda, oldim. Shu pichoqladim. Aka. Pichoqladim, siydim narigi uyda yotuvdi, siynimni ko'tardimda, tushib ketdim pastga qarab. Ketdi. Pastda To'rtzo'ya Rahmali bor edi. To'ri chetasi Salima xolam bor edi. Tushguncha Salima xolamlar baqirib tushganman. Rosa qolishdi, Nodir kelyapti, domdagilar. Sraz ko'rishdi ahvolini. Meni ustimda hech gap yo'q, faqat buqa prostinalar anaqa qilib olganman. Xolos, o'rab olganman. Hech gap yo'q. Chunki kiygani qo'rqqanman. Meni anaqa qilib qo'ygan. Xullas aka, keyin sразу skoriy chaqirishdi, militsiya chaqirdi, qo'shnilar gupa chiqdi, ust-boshlarim olib chiqishdi. Kiyintirishdi, qon-pon bo'yimcha hamma yo'g'i bilan kiyintirib qo'yishdi. Qon chachiragan. Kiyintirib qo'yishdi, hech narsaga tegishma dedi, kirgizmadi. Faqat choy olib chiqdi, boshqa qildi. Meni olib ketishdi, diskovoyga anoga yotib mehmonxonaga birinchi olib ketdi. U yerda anaqaga olib ketdi, ekspertizaga olib borishdi, u qilishdi, bu qilishdi. Haqiqatdan tishlagan, qiynagan joylari chiqdi. Xullas meni detskipriyovikka tiqib qo'yishdi. Detskipriyovikka tiqib qo'yishdi, u yerda keyin sudda voyaga yetmaganlarga anaqaga bervardi. Maloletkaga berishvardi. Maloletkadan chiqdim. 3 yil maloletkada o'tdi. Rosa o'ylab kuladigan, rosa o'rtoqlarim bilan o'ylab kuladigan paytimda, rosayam o'rtoqlarim bilan, rosayam o'ylab kuladigan paytimda, rosa maktablarni bitirib, rosa shu o'qishlariga shu yerda ko'chalarda yurib, rosa eng zo'r davrim, umrim shu yerda o'tdi, maloletkada o'tdi. U yerdan chiqdim. U yerdan chiqqandan keyin turmushga berishdi meni. Keyin u qaynab bilib qoldi meni anaqaligimni. Maloletkada qamalib chiqqanligimni bilib qoldi. Haydab yubordi hech qancha o'tmay. Keyin onam Qarshiga ketgan ekan, onam qaydasan deb onam oldiga ketdim, Qarshiga. U yerda 30 savxoz raisiga, katta kishiga eriga berib yubordi. Uy oldi, doma berdi. Shunaqa qilib 19 yosh qiz edim. U bo'ldi, bu bo'ldi. Yana Asakaga qaytib keldim. Yana buvalarga keldim. Mana shu enamlarga. Otajoyimga keldim. Necha yurdim, yana bu yoqqa ketdim. Yana bu yerda yashadim. Qaytib keldim. 2003-yil yana qamalib ketdim. Yomonlar bilan anaqa qilib. Shu yomon emas edi, o'zimga o'xshagan. Anaqalar bilan. Yana qaytib chiqdim. Keyin nalog bilan, bitta opa bilan savdo qildim. Keyin u nalog kelib olib, sonimdan ushlab, u bu qiluvdi. Nalogni nima qildim? O'zim nima qilib? Nalog bilan urushdim. U yerda yana qamalib ketdim. Keyin qaytib chiqdim, yana yurdim 2007-yilgacha yashab yurib, bozor savdo qildim, bu yerda savdo qildim. Unikida ijarada yashadim, u opaxonimga kirib yashadim, bu opaxonimga kirib yashadim. Hammasi pulini olib, savdosini qildirib yoki anavi bolasiga qarab pulini olib, foydalanib, pufasasiqqa chiqardi. 2006-yil yana qamalib ketdim, 2008 chiqdim. 2009 erga tegdim. Xullas tashlab bo'lib yurib oxiri shu ko'cha qizig'i yo'q. Birichidan bolam yo'q. Ikkinchidan uyga kelsang issiq ovqat yeyman bolam. Buni issiq ovqatini yeb ol. Buni issiq ovqatini issiq kiyimini kiy. Ko'chaga chiqma. Bolam uyda o'tir. Qayda yuribsan? Issiq taxt bo'lmadi men uchun. Issiq boshqa narsa bo'lmadi. Na ota mehr, na aka mehr, na uka, na boshqa mehr bo'lmadi men uchun. Aka bilan singil bilan ko'rishay desam, avvalgi pufachasiqqa chiqardi. Ha desam, buni nomi yomon qamaligan. Nomi yomon qamaligan. Agar ashlar mehrini berganda meni ham haqqim bor edi mana shu mahallalarda ergitdegin. Qo'sha farzandlilar bo'lib haqqim bor edi, orzularim bor edi, meni orzularim yoshligimdan boshqacha edi. Dadam kasal bo'lib yotganda men vrach bo'laman deganman. Vrach bo'laman, shunaqa dadam o'xshagan zot keyin xullas shu oxirgi surogimdan keyin 2016-yili
chiqib 2017-yili berib bo'ldi 72 qilib berib bo'lib yubordi. 72 qilgandan keyin menga qo'llar uslovda qo'lladi 72 yengillik bergandan keyin sudda qutuldim. Keyin bitta bola bilan tanishdim. Gaplashib yurdik-ku, Moskva dedim, men bu yerda dedim, keldi. Nikohladi, halolladi. Ketdi, bir hafta yashab, seni dedi, olib ketaman dedi. Keyin bir ish bo'ldi, onam oldiga o'tdim. Bir ishlar bo'ldi. Dedim, agar dedim, qanaqa shunaqa, bu hayot shunaqa bo'ladi, bu O'zbekiston tarki dunyo. Ketdim, kim uchun yashayman dedim, ketdim. Moskva qaytasan. Qaytib keldim. Nima uchun? U yerda 3 oydan 3 oy, yo'q, 6 oyda qaytib keldim. Sababi farzand berdi shu. Ana yerda kvartiraga qiz test qiling dedi. Test qildim, ko'rsatdi. U tushunmayman men uni. O'rtoq dedi. Tabriklayman, Alloh sizga dedi, farzand beribdi dedi. Ishonmadim. Buziga bordim. Buzi aytdi 1,5 haftalik. 3 oy, mart oyida 2018-yil mart oyida qaytib keldim. Uyga kelsam hech kim kirgizmaydi. Men degan opaxonlarimikiga borsam, qornim och borsam, bir kesa ovqatimni qo'ymaydi. Qo'ymagan. Keyin mendan to'g'risi siqilib, u yoqqa borib, bu yoqqa borib, 12 soat, 12 soat o'tirganimdan keyin uyga kelsam, uxlab qolibman, xo'ra torsam, shu o'zimni jigarlarim xo'ra tortyapsan, voy degani uchun siqilib boshqa qilib kravacheniya bo'ldi. Allohdan astoydil so'radim. Poy Parvardigor egam, ota mehrini ko'rmadim, ona mehrini ko'rmadim. Bu hayotda Allohim shu singildan, aka hech kimdan mehri ko'rmadim. Jon Allohim, sendan o'tirib so'rayman, shu farzandimni menga bergin, bag'rimga bosing. Shu farzandimdan ko'ring, yaxshiliklar, mehrlarni ko'ring dedim. Barisiga yotdim. Yaxshi qarashdi. O'zini qizidek qarashdi. Lekin hozirgacha esimda shu bitta opa, oddiy do'shpaga ham pulim yo'q. Mendan esdalik, mendan ihson, yo'q esdalik emas, mendan ihson sizga deb shu Asaka tumanida bitta opa, Minojot opa degan opa. Mendan sizga ihson siydi deb ukol qilib qo'ygan ora qoldiruvchi. Shundan keyin ashaddiy kelinchaklar unisi ovqat qilib beradi, bunisi ovqat beradi. Keyin oxiri mana tug'dim, qaytib joy yo'q, uy yo'q deb kelib hammasi. Sizlarga olmaguncha bola 1,5 yoshga kirguncha kapa qilib, so'rini kapa qilib yashaganman. So'rini kapa qilib yashadim. Keyin shundan keyin bankda o'rtakashlik qilishga yordam berishing deb bitta sikil xolim aytdi. Bordim Xalq bankiga. O'rtakashlik qilib yurdim, unisiga yordam berdim, bunisiga yordam berdim. Oxiri bitta shu chekadagi uyni qurdik. Gadina uyni qurdik. Keyin shunaqa qilib falaydi gardish bilan shu bizga O'zbekiston Respublikasini prezidentini Xotin-qizlar qo'mitasini raisi Zulayho Bahridinovdan mahkamaga kirdi viloyat hokimi ham bor edi. Shu balolatganligimda o'qigan edim, o'rta maxsus buxgalteriyani bitirgan edim. Keyin aytdim, ishga dedim. Olishdi. 2022-yili meni Zulayho Bahridinovdan oldi ishga. Shu viloyat hokimi bilan xotin-qizlar faoli qilib oldi. 2 yil ishladim. 2,5 yil ishladim. Juda ham chiroyli ishladim. Juda ham yaxshi ishladim. Uni o'rtasida shu uylarni to'g'irladim, boshqa qildim. Endi o'z-o'zidan qarindoshlarim kelaverdi. O'z-o'zidan qarindoshlarim kelaverdi. U yoqda ham qarindoshiyman deb kelaveradi, bu yoqda ham qarindoshiyman deb kelaveradi. Hammasi o'ylanib o'tirib, tuqurib chaqay deydilar.
bolam 2 yoshga kirguncha qayerda edinglar dedim. Mayli baribir insonni yuzi ofto'da issiq deb bekorga aytmagan ekan. Ha bo'pti dedim. Oxiri mana yaqinda сокращениеga tushdik. Hammamiz arizamizni yozdik. Keyin meni nimam insonga to'g'ri kelmaydi ekan. Taqdiriga tan berib endi jamoat ishini kutib o'tiribman. Hozir menda shunaqa shunaqa narsalar bo'lgan. Meni hozirda bu dunyoda Allohim va qizim boshqa hech kimim yo'q aka. Allohga qasam, Men aka nima uchun insonlardan shunaqa nafratlarim so'kinib, nima uchun baqir-chaqir qilib, nima uchun asabiylashaman yana bitta narsasi ona bola ikkalasi zo'r bo'lsa, ota-onasi bilan zo'r bo'lsa, achchig'im keladi meni. To'g'risi, ichimda zirapcha achchig'im keladi meni. Achchig'im keladi. Alloh sabr bersin. yig'laman. Bundan bir oyga bo'ladi, oldingi yori Alloh. Marta biz bormiz, aka-ukalaring bor, do'stlaring bor, nima yig'laysan? Hech kim yolg'izmassan. Biz turibmiz-ku. Yig'lamang, yaxshi islom yerda boshqa narsa gap ketyapti. Iltimos sabr qiling. Lekin mana qilib ashkuna sizni ovozligingizni bittasi tashladi. Dod dedim. Ashkulalarni sizni istamagan kuyib yonib, yiringlab yotgan kuni bir narsa quchoqlagim keldi. Rosa yig'lagim keldi. Poyezdga osilib dod degim keldi. Aka, dod degim keldi ashkuna. Bo'ldi, iltimos. Becharan shuncha dardi bor ekan shunda. Doimoman aytaman-ku, biz bir-birimizni eshitmaymiz deyman-ku. Alloh buni har kimga ham bildirmaydi-da. Men ko'pincha ba'zi bir odamlarga o'zlarini aytib bersam agar hayron qolishadi. Qanday qilasan deydi. Men aytaman, samimiy bo'l, Alloh senga kerak bo'lsa devorning ichini ko'rsatadi deyman. Odamlarda samimiylik yo'q. Yani shuni aytyapman-ku, 2 yil oldin ham ovozlarni eshitganda jinni bo'lasan. Men nega eshityapman deysan. Senda bu narsa boshqada yo'q. Takror shu narsani eshitardim. Nima ekan bu, menda bor narsa boshqada yo'q. Keyin bir rus ayol tanishim, mana shu stroykada ishlayapmiz, nima qilyapmiz. Men bir kursda o'qigan men bilan, u Moskvada yashaydi. Keyin stroykada shunaqa bo'ladiki, bir narsa seni siqib o'sha ishdan chiqarayotgandek bo'lyapti. Keyin hayron qolardim, aytdim. Lekin men yoshligimda shu 18 yoshlarimda aytishganda, keyin borasan baribir da'vat yo'lida bo'lishing kerak, insonlarga yordam berish. Kuni ham men o chatga ozgina aytib beruvdim, bular ayollar savol berganda o'sha yerda aytdim. Keyin men shu YouTube'ni Sheraka 23 o'tgan bo'lsalar, iyunlarda aslida 15-mayda boshlaganman. Nimani ochganman, sahifani. O'zi bileta iyunlardan boshlab gapirgan bo'lsam, shu yilning yanvar oylari gideta mana shu narsalar xuddi bir narsa sizni stroykadan siqib boshqa tomonga yo'naltirgandek bo'laverdi. Keyin oxiri shunga Yuliyaga nima qildimki, keyin menga aytdiki, rasmingni menga yubor dedi. Xo'p dedim, rasmimni o'sha paytda o'sha ish joyimdan rasmimni oldim, yubordim. 15 minutlarda qaytdi-da, rahmat dedi. Endi u ham o'zicha Xudoga ishonadi, endi xristian, lekin aytdiki, sen dedi Alloh yo'liga da'vat etishing kerak. U
u ham faqat Alloh yagona deydi-da. Faqat endi negadir shu xristian nima. Men hayronman. Men aytdim, menda hech narsa yo'q, nima yo'q. Lekin nima qilganim, u ham xuddi shu gapni faqat rus tilida aytyapti-da. Senda bor narsa boshqada yo'q. Sen Xudo yo'lida chaqirishing kerak ekan, menga shunday deyishyapti, deyapti.